Doktor, hozirgi bolalar qanday turdagi multfilmlarni umuman ko'rmasligi kerak? Xo'p, umumiy qilib aytaman, yorqin ranglardan tayyorlangan multfilmlar umuman mumkin emas. Bu bolaning diqqatini shunday tortadiki, real hayotdan uzib qo'yadi. Ikkinchisi, kadrlar tez almashadigan multfilmlar. Ya'ni bu kadrlarning tez almashishi bolani sabrsiz qilib qo'yadi. Uchinchisi esa umuman so'zlardan foydalanmaydigan multfilmlar. Bu esa bolani faqat eshituvchi, gapirishga esa undamaydi. Bolaning nutqining yo'qolishiga sabab bo'ladi. Va to'rtinchisi, qadriyatimizga to'g'ri kelmaydigan, ya'ni har xil uradigan yoki qo'rqitadigan multfilmlar bo'lishi mumkin yoki boshqa multfilmlar. Bular esa bolaning qo'rqishiga sabab bo'ladi. Ushbu multfilmlarni ko'rsa, agar ushbu kadrlardan foydalangan multfilmlarni ko'rib katta bo'lgan bolalar sekin asta real hayotdan uziladi. Faqat telefon, televizorga bog'lanib qolib, jahldor bo'la boshlaydi. Qaysar, quloq solmaydigan multfilmga ichiga kira boshlagandan keyin sekin asta noodatiy qiliqlar paydo bo'ladi. Chaqirsa qaramaydigan, giperaktiv, bir narsani aytsa isterika qilib yerga yotib oladigan. Borib nutqi tormozlanadi, hattoki autizm elementlari paydo bo'ladi. Unda qanday multfilmlarni o'zi ko'rish kerak? Qanaqa multfilmlarni ko'rishni batafsil izohlarda yozib qoldirdim.